Hammaga salom do'stlar, sizlar bilan men Mobil Play Uz kanali. Bugungi videorolikda biz sizlar bilan birgalikda Standoff 2 Case Simulator o'yinini o'ynab maza qilib dam olamiz do'stlar. Bu rostdan ham Case Simulator, haqiqiy Standoff emas bu do'stlar. Umuman do'stlar haqiqiy Standoff emas va men bugun web kamerani uladim. Mana ozroq hayajon ham bo'lyapti do'stlar web kamerani oldida, chunki web kamera bilan oldin video kam qilganman. Mana bu qo'l kimniki desanglar, bu qo'l boy ekaniki, yuzini ko'rsatishimni xohlaysizlarmi? Xudo, mana shu videoim YouTube bloklab qo'ymasa-da. Mayli yuzini ko'rsataman. Qani boy ekan, deb qarab qo'ying. Hammaga salom do'stlar, sizlar bilan boy do'stlar. Qalaysizlar bolalar? Xo'sh, hozirda mening kanalim yangi, lekin xudo xohlasa birinchi katta videoga mana shunaqa o'yinlar chiqib turadi. O'yin emas, bu simulyator. Va do'stlar, mana shu o'yin kimga qiziq bo'lsa, mana shu simulyator Play Marketda silkasini men kommentariyga qoldirib qo'yaman. Bemalol o'tib, yuklab olib, mashina qilib keyin sochsanglar bo'ladi. Mana bu yerda hattoki pichoqlar ham zo'r ishlangan, mana ko'rishingiz mumkin. O'zingiz shifotchi. Mana do'stlar, mana bunaqa qilib e'lantirsanglar bo'ladi. Endi haqiqiy Standoffda qiladigan ishlarni bitta ham qilsanglar bo'laveradi. Bo'lmasam biz video ko'p cho'zmaymiz, o'zi 1 minutdan beri gapirib o'tiribmiz ekan. Xo'sh, biz boshlaymiz. Revenge Case. Ichini ko'ramiz. Menimcha o'yin simulyatorda ovozi yaxshi, bolalar. Qochinchi bo'pti. Xo'sh, bizga birinchi tushadigan qurol. Menga o'xshab turavering. Mana shunday qilib, yoki bir kameraga ko'riningda. Xo'sh, birinchi qurolimiz yaxshi bo'lmadi. Itdan ochamiz-da. Ha, shunda yaxshi qurol tushadi. Itdan ochsalaring. Xo'sh, bizga snayper tushyapti. Hozircha yaxshi emas. Do'stlar, boy ekan yuzini ko'rdilar, bo'ldi, yetadi sizlarga. Kecha bu pichoqqa bostirib bitta ochasizlar. Mashina legendarniy qurol olib chiqasizlar. Ketdilar do'stlar. Kim ko'ramiz do'stlar, kim bu videoda pichoq ushlaydi? Keyin ashuni previewga olib qo'yamiz. Kim pichoq? Yo o'zim preview yasab qo'ygan bo'laman, yo o'zim xullas ikkita qo'yamiz do'stlar. Ikkita ketdi. Ovoz chiqarmang. Mayli, endi boy aka yoshda Star Trek. Xo'sh do'stlar, mana biz keysni ochishga qaytamiz. Ko'rib turganlaringdek qurollar yaxshi ishlangan, ha? Ko'ryapsizlarmi, skilllar? Kamera yaxshimi? O'zi kamera qotmayaptimi? Nimaga kamera oxirigacha, burchakgacha bormagan desanglar, chunki burchakgacha borgizishda iloji bo'lmayapti kamerani. Shunaqa. Qarang. Yaxshi qurol bermadi. Bitta ham yo'q. Siz orqada o'tirishingiz kerak. Bu 2 minutda, mayli. Nima ko'rinib turami endi bunday kameraga? Deb soch tushavermaydi. Hop. Endi tushib qoladi. Keyingi safar endi boshqa o'yinlarda bo'lsa kerak o'yin videolarimiz. Menimcha mana shu xonada video olsam kerak bo'lsa do'stlar. Hop, hozircha rosa yaxshi qurol tushmayapti, qaranglar. Pichoq ham yo'q, qurol ham yo'q. Pichoqdan asar ham bo'lmadi. Yetib ketib qoldi. Yetib ketib qoldimi? Ha. Ko'rish kulgurmay qoldim. Men ko'rdim lekin. Siz ko'rasiz boy ekan. Endi ham tushar, qarab turing yana. To'g'ri, hozircha boy ekan hech kim tanimaydi. Obunachimiz ko'p emas, keyinchalik ko'p bo'lib ketsa. Nahotki! Do'stlar, nima bu do'stlar? Nima bu?
Men Boyagi ikkinchi marta do'stlar tushirib qo'yishim. Men bu pastdagi pichoqni ham boyagi tushirgan edi. Qo'yib boyagi. Boyagi olmadim. Minikidan ham ko'paygan kameraga siqmay qo'yapman. shotgun ishdimi? Bir qalay shotgun. Uzi. Uzi. Ikki marta bir xil pichoq. Ikki marta. Xo'p, endi qaysi kiysan? Scorpion. Furious qana kiysida. U meni mana shu kiysa so'ragan. 10 ta olamiz bundan ham. Rival. Yo, Rival menga uncha yoqmadi do'stlar. Empire'midi? Perchatkalar ekan mana. Mingaldi ketdi, bizda goldlar soni ko'p. Do'stlar, endi aytib qo'yishim kerak. Gold qaytadan ko'paytiradi desanglar, agar mabodo shuni tortsalaring, reklama ko'rsalaring, sizlarga 3000 ta gold qo'shib beradi. 3000 gold xohlasanglar Celebra. Shu xohlaganlaringni nima qilaverasizlar, bosaverasizlar. Men o'nlash bo'lay. Bo'ldi. Xo'p, mana bu qo'lga qo'tamiz. Bosingchi voy aka. Perchatga ham tushsa, normalniy lekin. Perchatga o'tib ketdi lekin. Yuramikan? Voy do'stlar! Voy! Men bergan qurolni ko'rdinglarmi? Yomon lekin. To'xtamadi-yu. Demon degan qurol tushdi, demon. Mashtroqda o'tirsam, sig'yapman kameraga, bo'lmasa sig'mayapman do'stlar. Mayli. Davay do'stlar. Davay. Bugun perchatga kimning omadi bilan tusharkan? Yo, bosmang. Voy! Do'stlar, yomon izdivatsiya qildi-yu o'yina bizda. Mayli, siz bosingchi boy aka. Menga pushti tushmasin, oq kerak menga. Oq tushsa, sal normalroq. Mana ketsa oladigan sitingga balo bormi-ka? Qana oq deyapsiz. Mana oq perchatka bormi? Ha, perchatkani aytyapsizmi? Mo'mi? Ha. Izdivatsiya qildi-yu, mana-mana. Yomon izdivatsiya qildi do'stlar. Aynan men ochganimda izdivatsiya qildi-da. Legendarniy pistolet Deagle. Hozircha bitta pichog'i bor. Star Trek do'stlar. Qani? Ya do'stlar, voy! O'tib ketib qoldi, mayli. Menda ham bo'ldi-yu, boy aka. Siqilmang. Kamida pishdiydi. Pishdi saray qizlar-ku. Oddiy skinaga. Legendarniyga o'tib qo'ydi. Nima bilan to'xtamaysan? Do'stlar, o'yin yomon. Yo'q, pul o'ryapti ustimizdan. Bu perchatka mana yerda boshqacha. Endi boshqacha ekan. Mana yerda boshqachami? Ha, do'stlar. 3ta perchatka o'tib ketdi. Yo'q. Bermayapti do'stlar, afsuski bu gal omad bizdan ozginagina o'girdi. To'xtamaydi-ya, millimetrga. Oxirgi nima deydi? Case. Давай endi biretga. Перчатки. Epic. Metta mana snayper turibdi. YouTube ham bormaydi, snaypergacha. YouTube ham kelmaydi. Men bu pichoqlardan eng yoqadigan do'stlar menga mana busi mana. Qizilimi? Qizili. Ha, yoqadi. Menga ko'k yoqadi. Davay Qaysi endi. biri yoqsa ham-da boy aka. Ikkita ketdi, 3ta deganim. Necromancer tushdimi shunda? Ha. Necromancer.
Manser Nikro. Nikro. Manser. Atak bu ham qimmat ekan standofda. Bu haqiqisi emas do'stlar. Yana aytib qo'yaveray. Pichoq ham qo'ymabdi, pelaka. Hop. UMP Winjet. Vinjet chirdi yana, vinjet. Bu ham qimmat do'stlar standoffda. Originalida, haqiqisida. O'zi men do'stlar standoff o'ynardim, lekin hozircha o'ynamayapman. Hop. Oh, Yaxhi. Nima boni? Nima-yu, rarka-yu. hech bo'lmasa Red Dragon. Zo'r skin shu ham. shunga bitta qilamiz tamam. Bitta bo'lsamiz tushib qolar degan maqsadda lekin tushmaydi. Tushib qolar degan maqsadda, lekin tushmaydi. To'g'ri, lekin bu gapi ham bo'y ekan, do'stlar. Bu gapi ham to'g'ri, bu gapida ham jon bor. Qani balki sizda tushib qolar. Do'stlar, nechta o'tib ketdi? 3 ta. Shu jinimni orqaga qaytarib ko'rib olsanglar bo'ladi. Siz orqaga qaytarib ko'ring. Şey izleyecek oraya yaptı va o'yin. Endi shunaqada boy ekan bu. Uy! Ikkita edi. Voy voy o. Men bu 4-da turgan qora bilan 2-da turgan qizil edi. Pichoq. Men ko'rishga ulgurib qoldim do'stlar. Shu to'xtab qolmaysan endi. Xabar ekamniki yetishib qolar. Har xil nima deysa. Har xil vaziyat bo'lyapti. Apa skanaga bu. Bunday skanaga. Yaxshi qurol tushmayapti. O, staldirek. Mana bu Dragon Glass degani. Ya oddiy bu qorasi ham sho'rsana yaxshi. Zato pichoq uding. Ha, zato pichog'i. Pro. Pro degan skinga o'tdi. Pro degan skin ekan bular. Pro. Ikkita keys qoldi. Kim tushsa, Kimga tushsa? kimga tushsa o'sha zo'r do'stlar bu ekan. Davay. O'sha odam zo'r, kimga tushsa hozir. Yo'q, menga cho'ta legendarniy tushdi. Menga tushib qolsa ya, 2 minutga tushirib qo'ydim. Tushirib qo'yalaman deb o'ylaysizmi bu aka? Ha? Mana bolalar. Tushadi mana. Endi ham tushadi. Endi tushadi mana. Mana zato legendarniy tushdi. Ikkalamizga ham teng tushdi-ku. Ha do'stlar. Nikro Manser. Xo'p, shopga kiramiz. Endi Qaysini olamiz? sharp keys olamiz 5 ta. Qimmatda. Bu ham qimmat. Xo'p, Scorpion. Kichkinacha pichoq. Scorpion emas, Fable olamiz mana. Zo'r pichoqlar bor. Aka yana chirib qo'ysangiz. Scorpion goldimiz ham tugaydi mana. Bo'ldi, tugadi. Oxirgi keyslarimiz. Davay endi tashkilot bor. Hop, tushamkan. Yo'q, tushmadi. Night Wolf degan skinlar ketdi. Tungi bo'ri. Lekin bo'ri rasmi yo'q-ku. Ha bo'pti, endi bosing bu aka. O, samuray degan skin o'tib ketdi. Boshida chiqdi. Perrotga javob beraman. Perrot. Endi do'stlar, bunda ham bitta taktika borda. Boshida mana arkani qurol chiqmasa, oxirida chiqishi mumkin. Bosing. Hozir oxirida chiqishi mumkin agar nima deydi? Boshida chiqsa, oxirida voy. Yes, do'stlar, yes. Meni ikkita nima? Men ham do'stlar pichoq tushirdim mana. Qani endi Haqiqisi emas, boyaga unchalik xursand bo'lishga uncha arzimaydi. Ha,
Pes. Endi hayotda bermaylik endi. Qaydan bilasiz? Men shunchaki bosib ochdim, mana qilib. Hayotda bermaydi endi. Bitta berib qo'ydimi, qaytib Bitta o'tib ketdi boshida pichoq. Banan. Dragon degan skin do'stlar. Voy. yurmay qoldi-da. Yomon do'stlar, yomon. Biz qiynayapti bu o'yin. Fable keys ochib Uy, olamiz. o'tib ketdi. Mayli. Yatigan mo'midan. Nereye? Tez. Mayli qaysini ochsangiz ochavering endi. Qudashib ketdingiz. Bitta qolgan ekan Scorpion. O'shani o'zim ochib qo'yaman. Davay endi yana ushlab olaylik. Pichoqmi, qurolmi? Hop, hop. Ha. Perrot deganiga tusharmikan yo o'tarmikan? Tushdi. To'xtadi do'stlar. Вообще. Siz ham bitta pichoq ushlab qo'yay dedingiz-da. Mana do'stlar yana pauza bo'lib qoldi. Ochishda davom etaveramiz. Wow. Yaxshi. Bosang endi boyaga. Aha. Boyaga ikkita pichoq ushlab qo'ysa do'stlar. Lotereyadagi omad ishlatib qo'ygan bo'laman-da. Hop. Endi Bitta pichoq o'tib ketdi do'stlar. chetida yana bormi? Chetida yo'q. Faqat fal beryapti do'stlar. Fin fal. Bundan boshqa qurol yo'q do'stlar. Standoffga. Endi bor-u. Nechtadan kiysimiz qoldi? Oxirgi 5 ta kiysimiz ekan. Bitta pichoq o'tib ketdi. Boshida chiqdi demak, oxirida chiqishi mumkin edi. Chiqmadi. Bu ham yaxshi Chiqmadi terrorlar. do'stlar. Yaxshi skin bu ham. Cho'ga chiqdi. Bitta o'tib ketdi. Bitta o'tib ketdi. O't. Bo'ldi. Grip degan. Grip degan skin do'stlar. Nomi sal g'alati, xo'p. Mon pichog'im zo'r ekan. Boshida Ko'ramiz do'stlar. Boshida chiqmadimi pichoq? yo'q. Takking. U pichoq emas ekan do'stlar, men yaxshilab qarasam. Keladi do'stlar, mana shu yashilga bosib ko'ramiz. Qo'ymabdi pichoq. Xudo xohlasa keyingi o'yin farming simulyator o'yinida bo'ladi. Keyingi video xudo xohlasa albatta. Oxirgi keysimiz va videoni ham oxiri. Tushmasa bo'lmaydi. Xo'p, boshida chiqarmikan yo'q, boshida chiqmadi. Grip. Babi shu tushda. Grip emaskan tushdi. Xo'p, bolalar, menimcha bugunga yetadi deb o'ylayman. Albatta meni birinchi katta videom yoqqan bo'lsa, like bosinglar, kanalga obuna bo'linglar. Xudo xohlasa videolar bu yoqda chiqishda to'xtamaydi degan umiddaman. Sizlar bilan men Mobil Play Plus kanali va Boy aka bo'ldi. Hammaga xayr bo'lsa, sizlar bilan boy bo'ldi. Keyingi videolargacha sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Tugadi.